Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana bugun Madina-i Munavvaradan ziyoratlarimiz tugab, Makka shahriga yo'lga chiqdik umralar qilishlik uchun. Hozir yo'lda Zulhulayfa miqotiga kirdik. Mana bu yerda niyatlarni qilib, inshaalloh Makka shahriga yo'lga chiqamiz. Jannatiy iforlar qurshovlarda oppoq liboslariga yarashib kelar. Umra ziyoratin ado etgancha gunohsiz go'dakdek yayrashib kelar. Tilida labbayka, dilida Alloh, ko'zlari porlaydi nurli bir nigoh, davrani to'ldirib kirdi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana umrachilarimiz bilan birgalikda Makka shahriga, mehmonxonamizga sog' salomat yetib keldik. Alhamdulillah. Umra muborak, davlatim otam. Umra muborak, jannatim onam. Umra muborak, davlatim otam. Sizlarga mushtoq, to'rida duoga qo'l otsangiz bas. Otajon, onajon, xush kelibsizlar. Qaranglar Ka'baga. Alloh taolodan endi nima so'rasanglar, duolar aniq ijobat. Mana Baytullohga qarab so'rab olinglar Alloh taolodan. Sizlarga hayotim quvonchi sizlar boringiz, duoyingiz najot bo'lsin bizlarga. Hey, g'urur dog'lardek davlatim otam. Ko'zimga sizlarsiz tor bo'lar menga bu olam. Umra muborak, jannatim onam. Umra muborak, davlatim otam. Umra muborak, jannatim onam. Umra muborak, davlatim otam. Umra muborak, jannatim onam. Umra muborak, davlatim otam. Iforlar qurshovlarida oppoq liboslariga yarashib kelar.